Salom do'stlar, sizlar bilan Chococraft va mana va'da berganimdek 5 ta like'dan keyin bu yo'q yangilayman degandim. Mana yangilab chiqdim. Jayam zo'r bo'lmas ham, lekin yangilab chiqdim. Do'stlar, mana sizlar kutgan ikkinchi qism. Mana biz endi oltin zavod ishlab chiqardik. Mana tashqi ko'rinishi buni eski ko'rganlar biladi. Buni yana bitta tushirdik. Короче, mana shunaqa dizaynga qurdim men. Mana bu yoqda olov chiqadi, olamas, dud. Tepalarni tomlar bunaqa qilib chiqdim. Yoqqan bo'lsa 5 tagina like, keyin 3-qism chiqadi. Do'stlar, kiraverishgan mana. Bu yoqda ham mana keyin 3-qism mana bu yoq qilaman. Do'stlar, mana keyin yana bir bo'shdan sizlarga ham ko'rsatib chiqaman qanaqaligini. Mana tomlar birinchi dizaynni ko'rsataman. Mana tomlar qarashib boshladik. Joy sig'magan shunaqa kichkina bo'lib qoldi do'stlar. Uzr endi. Mana avvalgi model. Qarashib bular keladi. Mana oltinlar tushiriladi. Keyin bir qaytiladi. Oltin tendiriladigan kanxona sindiriladigan keladi yoqqa g'iz qiladi. Bu mana buni bosadi. Mana buni bosadi. Mana bu arra bularni sindiradi. Keyin bunday qilib ochadi. Keyin bu olinadi, ketadi, mana bu yoqqa qo'yadi. Bularni lavaga buktiradilar, kichik qo'yib, hamma bunaqa bo'lib qoladi. Keyin oladilar, ketadilar. Sovutish xonasi. Endi bu yoqdan kelib olinib ketadi. Omborxona saralanib olinadi, yana qaytadan bortga qo'yilib mashina ketadi. Biladi. Iltimos tegirman oltin gul bilan noyob. Nima desangiz, bu elektr ta'minoti. Mana shu elektr beriladi. Nima qilish bilan? Cho'yga 5 ta beringlar, 3-qism chiqadi. Do'stlar, tugadi. Keyin yana bitta narsa. Yo'qqa bo'lsa 5 ta like. 3 ta like bo'lsa mana bu yana qaytadan kuchaytiraman. Aytgancha do'stlar. Qaysi kommentariyga yozgan bo'lar, menga yo'q bo'lsa mana bu yoqqa yozib qo'yaman. Mana shu yoqqa bloklar bilan taxlab qo'yaman ismini. Do'stlar, seriya mana shu yana bitta muhim gapim bor. Yaqinda yangi biznesmen hayoti videosini chiqarmoqchiman. Mana chetlarda chiqqan videoni ham ko'ringlar. Yo'qda ham yangi formatdagi video. Sog' bo'linglar.